Mana har doimgi o'zinglar biladigan $1 somsa. Toshkentda trendga chiqqan nomeradagi $1 somsa mana shu bo'ladi. Shu somsa qayerda? Qaysi restoranda qilyapti? Javobinglarni kommentariyada yozib o'tib ketinglar. Hurmatli o'rtoqlar. Mana somsalarni qaranglar. Hammasi $1 somsa, hammasi tomchi somsa. Mana ichini qarang, ichini qarang. Suvlar oqishini qarang. Go'shtlarni qarang ichini. Hilvillab ketyapti, hilvillab qarang. Bu somsani bilasizlarmi? Faqat yeyish kerak. Mana bu xususi. Mana Buruchi, bu somsani faqat meni yegin deyapti. Mana ha. Chiroyliligini qarang. Buni siz kichkina deb o'ylamang. Bu somsamiz $1. Lekin 3 to'la go'sht bor. 3 to'la go'sht. Ha, masalan, go'shtdan o'zingizga. Bu o'zimizning mesniy go'shtdan, mesniy shuni bilib olinglar. Unutmanglar. Ishonmasanglar Hanjirmili taomlariga kelib yeb ko'ringlar shu somsalarni. Mammaga zo'r souslar bor. Ichiga nima quyasiz mana qarang. Voy. Ashunaqa zo'r somsa yeyman desanglar, Hanjirmili taomlariga tashrif buyuringlar. Bu somsa bilan mana maxito nima deydi? Jigar ko'pishib ko'rsatdi bu bilan. Barcha buni professionallar tayyorlasa kerak bo'ladi. Professional maxitosiga ham gap yo'q, somsasiga ham gap yo'q. Yaqin tanish bo'lganlarga, opalarga jo'natib qo'yinglar. Somsani begona qilmaymiz. Anjir milliy taomlari.